Assalomu alaykum. Nuriga salom soat topidagi qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshi tudinglarmi? Salomat turamsizlar. Ali bu Nuriga salom soat topi bu munozirlashadigan top emas debse. Endi Nuriga salom soat topi bir salomlashib turayli, izdishib turayli. Anchimiz Nuriga ichidagi ishlarni bir-birimizga yetkazib turayli degan maqsad qurilgan bo'lsa-mu? Sen deganingdek sen Dünya Uyg'ur qurultiyining xabarlarini, tashviqotlarini yalğız bu topda emas, hamma topda ilib borsa bu yaxshi ish. Dünya Uyg'ur qurultiyining qilayotgan xizmatlarini tarqitish, uni millatning anglashi, ko'rishi yaxshi ish. Qanchalik xizmat qilayotganligini ko'rish kerak. Haqiqatan yaxshi xizmat qilyapti. Ondan boshqa biz mushu topda Nuriga salom soat topidagi qarindoshlar deb turib ba'zi munozirlarni qilgan vaqtimizda mushu topning ismini tilga ilib Muşda ançımız yaxşı münazirlərini qıb turunglar, dunyoga müşədimmi, yaxşı gap sözlər tarqalsa boludu degan gapni sen qilgan. Bugun hamda bu top münazirlashadigan top emas deb o'tirib qo'yapsiz. Münazirlashadigan top emas deyishingizning sababi nima desa, Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan munosabatlik, Dünya Uyg'ur qurultiyining ba'zi qilayotgan xizmatlariga qarshi fikrlar hech kim ayblamadi. Qarşı fikirler o'tirg'i chiqqanlik uchun sening azroq ishingni siqqan bo'lishi mumkin bu narsa. Shuning bilanla bu top munozirlashadigan top emas deb tushdim. Endi mushu 2-3 kunning yog'i, bir necha kunning yog'i Salih Xudoyor mushu ziminni besib olingan zimin deb bir anga oldirsak bo'ladi ekan. Men butun dunyodagi tashkilotlarni, jamoatlarni mushu Uyg'ur uchun qurilgan bütün organlarning hammasi shu tashkilot sifatida bir imzo to'plasak, shu ziminni besib olingan zimin deb tasdiqlansak, nihoyat yaxshi bo'ladi ekan deb dunyoga murojaat qilibdi. Murojaat qilgandan keyin to'satdilla Dünya Uyg'ur qurultiyi teqib bitmagan, oldimizda nurg'un planlanayotgan, yana mushuning o'xshash bir xizmatni oldimizdagi 5-oyda, ya'ni bir necha oydan keyin o'tirg'i qo'ydiganligini, buni rasmiy sistemalik o'tirg'i chiqadiganligini planlayotgan narsani to'satdilla o'tirg'i tashlab qo'ydi. Uni tashlamasimi bo'ladi. Salih Xudoyorning elib berayotgan xizmati bilan bularning elib berayotgan xizmati her ikkalisi shu ziminni besib olingan zimin deb anga oldirish bo'lsa-mu, xarakteri o'xshamaydigan, xizmat elib berish usuli o'xshamaydigan mushundaq ekan. Dünya Uyg'ur qurultiyimi bir tashkilot. Ma'rifmi bir tashkilot. Ulamolar birligimi bir tashkilot. Nurg'un hammasi bir tashkilot. Mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, hammasi bir tashkilot. Bir inson birisi boy olsun, birisi kambag'al olsun, birisi yomon cho'ng huquqlarni tutib kelsin, hammasi bir inson bo'lgan o'xshash. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyini desa bir tashkilot deb e'tirof qiladi. Hamma tashkilot. U bir davlat emas. Endi hukumat degan narsaning desa kursini bizning millatimiz sal tushirib yetib qoldi. Hukumat degan tashkilot emasdi. Hukumat degan bütün tashkilotlarning va jamoatlarning beshida turadigan bir narsa bo'ladi. Lekin buning desa bizningki xalqimiz bunun kursini tushiribla eng oxirida buni bir tashkilotlarga o'xshashli qurvog'ini bo'ladigan bir narsaga aylantirib qo'ydi. Ham shunday qilganimi bo'ladi ekan dunyoning vatan sirtida. Bu demokratik ellarda shunday qilgani bo'ladi ekan. Endi yig'ib aytganda mushu fitna fasodning, mushu qalaymiqanchilikning kelib chiqishiga kim sababchi desa, bu Dünya Uyg'ur qurultiyi sababchi. Voy nemishki tashlab qo'ysa o narsani. Salih Xudoyorning shu xizmatiga, shu ilib borgan shu tashviqotiga imzo qo'yish to'g'ri kelsa, Dünya Uyg'ur qurultiyi bir tashkilot sifatida imzo qo'yib bersa bo'ladi.
Bo'lmasa gap qilmay imzo qo'ymasdan o'zining shu ilib bormoqchi bo'lgan xizmatini ilib tiq bitmagan narsani o'tirg'a tashlab qo'ymay, ash ilib ketavergan bo'lsa, shu vaqti kelganda shu xizmatni o'tirg'a chiqqan bo'lsa, Salih Xudoyornikidimi unumliroq bo'lamdi yoki uning orqasida bo'lamdi, bo'ladi. Lekin har ikkilisining cho desa, har ikkilisining mushu millat uchun foydasi bor. Foydasi bor. Salih Xudoyorning ilib ketib olgan shu xizmati dünyadaki teşkilatlardan 70-80% teşkilat onun imza koyup verse, eğer tasdiqlanıp kalsa dese, Dünya Uyghur Kurultayının bunun dinkiye ilip bardığın hizmetiga yeşil çırak yıkılamdı, yıkılmamdı, yıkıldı. Amerika Kongresi şu nersini rasmuş besi bilingan zaman dese, Dünya Uyghur Kurultayının hizmetini ilgirleş, texim yaxşı bulam dese boludu. Yürekli kılanmagan geplerini kılalaydıgan boludu. Kılalaydigan boludu. Bu millet faydası var. Abay parat yazıp koygan okşaş, Mostik parat yazgan okşaş. Eğer o tasdiqlanıp kalsa bu millet faydası var. Tasdiqlanması mı bu milletin iradesinin müstakillik bo'lgan iradesining qandaqligini bilib emasmi debdi. Buning hech qanday ziyni yo'q bir narsa buning. Hech qanday ziyni yo'q narsa. Endi mushu pishni pasatni, mushu qalaymaganchiqni chiqargan kim desa, yana şu Dünya Uyghur Kurultayı. Ya neymiş ki çıkır, neymiş ki bir kadın taşlaydı bütmeyen narsini. Neymiş ki taşlaydı? Şunu taşlap koygan dekilla moşinçiler talaş tartış, moşinçiler göz qaraş, moşinçiler açıqlaş, xapı ulaş, nurgun nasi oturga çıkıvatıdı o. Teşkilatlarımız bizning barlığımız. Teşkilatlarımız biz üçün bek yaxşı deb bizning Abdüşkür Taşoğlum sözleydi daim. Sözdeydi. Nima uchun barligimiz deydi desa, hammasi shu vatan uchun, millat uchun bir xizmat qilib qolsa, vatan uchun, millat uchun foydali bir xizmatni qilsa bo'ladi. Hammasining o'ziga tushliq roli bor. Shu Xitoyga qarshi turish uchun bularning mavjud bo'lib turg'ini yaxshi deganlik uchun tashkilotlarimiz bizning barligimiz deb so'zlaydi. So'zlaydi. Bir tashkilot vatan uchun, millat uchun yaxshi bir xizmatni qilsa, yaxshi emasmi? Maqsad bu yerda mushu yaxshilik uchun, mushu vatan uchun, mushu millat uchun qiladigan xizmatda raqobatlashsak bo'ladi. Dushmanlashsak bo'lmaydi. Sen qilib ketib biz qolib qolamizmi deb hasad qilish texmi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Agar tasdiqlanib qolsa shu narsa, yuqorida deganimdek Dünya Uyghur Kurultayının xizmati uchun yaxshigo. Nima uchun hopla mayaqdan bular chiqishig'la oyoqdan tashlab qo'ydi uni. Tashlab qo'ydi. Yig'ib aytganda mening qarashimda mushu pishni pasatga sababchi bo'lgan Dünya Uyghur Kurultayının shu narsani tashlab qo'ygan odamlari ya maslahatlashib turib tashladimi, ya maslahatlashmay tashildimi? Dünya Uyghur Kurultayı cho'ng bir tashkilot. Vatan sirtidagi eng cho'ng tashkilot, eng yaxshi xizmat qilayotgan tashkilot. O narsalarga bir tashkilotimiz mushu xizmatni ilib beribdi deb ishchida bilib, o'zining xizmatini ilib ketaversa bo'ladi. Xuddi Xitoy Kommunistik partiyasi bir yerdan bir tal partiya chiqsa, uni ujuqtirib o'tish uchun xizmat qilganga o'xshash, ularni ujuqtirib o'tish uchun bir xizmat qilayotganga o'xshash pozitsiyada bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bir ziminning besilinganligi, tajovuzchilik uchirganligi, shu ziminning besilingan zimin ekanligini tasdiqlatish uchun mayli bir shaxs chiqsin, mayli bir tashkilot chiqsin, tasdiqlasa yaxshi-ku. Dünya Uyghur Kurultayının ishiga, bütün tashkilotlarning ishiga, bütün jamoatlarning ishi uchun shuning foydasi bormi? Foydasi bor-ku. Bir qadar yeshil chiroq yiqilamdi, yiqiladi. Bir bo'shliq to'lgan bo'lamdi, bo'ladi. Bo'ladi. Zaten yig'ib aytganda, Nijat Turg'un Shvetsiyadan nayt yaxshi gap qilibdi-ki, menmi yo'llab qo'yaptiman, Aysajonmi yo'llabdi, Paratmi yo'llabdi, to'pladi Nijat Turg'unning gapi yo'llanyapti. Yaxshi gap qilganlik uchun hamma odam mana angla, sistemalik bo'libdi. Buning millat uchun foydasi bor, ziyni yo'q. Bu narsaga imzo qo'ysak, bizning inqilobimizda eng cho'ng bir yaxshi xizmat qilgan bo'lamiz.
agar tasdiqlanib qolsa texmi yaxshi, tasdiqlanmasa yana millatning irodasini dunyo yana bir ko'rgan bo'ladi. Amerikaga o'xshash davlatlar ma millat mustaqil bo'lishini xohlaydi ekan, juma degan bir uqum paydo qiladi o'zida deb so'zlabdi ekan. Shuni yo'llayapmiz bu gaplarni.